10-qism. Musulmon tijoratchi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu. Har bir payg'ambarning jannatda do'sti bo'ladi. Mening jannatdagi do'stim Usmon ibn Affondir. Termiziy 3698. Usmon roziyallohu anhu Makkaning eng taniqli oilalaridan biri bo'lmish Banu Umayya oilasiga mansub edi. Uning otasi Affon ibn Abul Os, onasi Arvo binti Qurayz edi. Hazrat Usmonning otasi Hakam ibn Abul Osning tug'ishgan ukasi, Abu Sufyonning amakivachchasi bo'ladi. Onasi Arvo esa payg'ambarimiz alayhissalomning ammasi Bayzo binti Abdul Muttolibning qizidir. Demak, Hazrat Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimizning ammasining nabirasi bo'lganlar. Usmon roziyallohu anhuning otasi Affon ham nomi tillarda doston bo'lgan katta tijoratchi edi. U nubuvat davridan biroz oldin Damashqqa tijorat safari bilan borib, o'sha yerda kasal bo'lib vafot etgan. Ota vafot etgach, undan 3 million dirhamlik sarmoya meros qoldi. Usmon roziyallohu anhuning aka-ukasi yo'q edi. Shuning uchun mazkur sarmoyani hammasi uning o'ziga qoldi. Demak, Hazrat Usmon roziyallohu anhu islomni qabul qilgandan keyin boyib ketmagan edi. Bugungi kunning ta'biri bilan aytsak, xalifa bo'lgandan keyin uy-joylari, mashinalari, fabrikalari paydo bo'lib qolgani yo'q. Hazrat Usmon roziyallohu anhu islomdan oldin ham juda boy odam edilar. Musulmon bo'lganlardan keyin esa iymonning badalini to'lab Abu Bakr roziyallohu anhu singari qo'lida borini Alloh yo'lida ihson qilib yuborgan buyuk inson bo'ldi. Otasi Affon vafot etganda 20-25 yoshlarda bo'lgan Usmon otasi boshlagan tijoratni davom ettirdi. Juda qisqa vaqt ichida mintaqadagi tijoratchilar orasida mashhur bo'lib ketdi. Johiliyat davrida yashaganiga qaramay, og'ziga bir tomchi harom narsa olmasligi, halollikka qattiq ahamiyat berishi bilan, rostgo'yligi, hayosi va odobi bilan tanildi. Hamma yaxshi ko'radigan ulug' inson bo'ldi. Hazrati Usmon roziyallohu anhu 34 yoshga kirganida Makkada islom quyoshi porladi. Usmon roziyallohu anhu islomning ilk kunlaridayoq o'zi yaxshi ko'rgan, birga bir necha marta tijorat qilgan Abu Bakr roziyallohu anhu sababli iymon bilan tanishdi. Payg'ambarimizning huzurlariga kelib, haqiqiy iymon sharbatini ichdi. Usmon roziyallohu anhu Banu Umayya qabilasidan islomni birinchi bo'lib qabul qilgan musulmon bo'ldi. Ammo oilasi uning musulmon bo'lishiga salbiy munosabat bildirdi. Amakisi Hakam ham, oila boshlig'i Abu Sufyon ham Usmon roziyallohu anhuga qattiq qarshilik ko'rsatishdi. Dastlabki kunlari amakisi uni uyiga qamab qo'ydi. E'tiqodidan voz kechishi uchun bosim o'tkazdi, lekin Usmonning sobit turganini ko'rib, bu bosimlarni biroz yumshatdi. O'sha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ikki qizlari Abu Lahabning ikki o'g'li bilan unashtirilgan edi. Lekin u zotga nubuvat ato etilgach, Abu Lahab dushmanlik qilib, unashtiruvni bekor qildi. Hazrati Usmon nubuvat xonadonining ana shu ikki qizidan biriga talabgor bo'ldilar. Bu paytda Hazrati Usmon Makkaning eng boy, eng nasabdor odamlardan biri edi. Yoshi 36 dan o'tgan bo'lsa-da, hali uylanmagan, hayosini saqlab kelayotgandi. Hazrati Usmon bu istaklarini bildirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qilib, katta qizlari Ruqayya onamizni u kishiga nikohlab berdilar. Banu Umayya bunga chiday olmadi. Abu Lahabni xotini, Usmonning ammasi Ummu Jamil biz Muhammadga qiyin bo'lsin deb uning qizlarini bolalarimizdan ajratgandik. Usmon bo'lsa borib uning qizlaridan birini olibdi deb g'ala-g'ovur ko'tardi. Bir muddat o'tib, bunday ruhiy bosimlar jismoniy bosimlarga aylandi. Makkaning eng boy odami juda og'ir iskanjalarga duchor bo'ldi. Bu bosimlar chidab bo'lmas darajaga chiqqach, Usmon roziyallohu anhu ayolini olib Habashistonga hijrat qilishga majbur bo'ldi. Payg'ambarimiz kuyovlari Usmon bilan qizlarini Habashistonga jo'nayotib, ko'zlarida yosh bilan shunday dedilar: Usmon va uning oilasiga salom bo'lsin. Allohga qasamki, ular Lut alayhissalomdan keyin iymonini saqlash uchun hijrat qilgan ilk mo'min oiladir. Usmon roziyallohu anhu ayoli Ruqayya onamizni olib Habashistonga bordi. 3 oy o'tgach, kelgan noto'g'ri xabar tufayli Makkaga qaytdi. 1 yil o'tib yana Habashistonga borib, u yerda roppa-rosa 7 yil yashashga majbur bo'ldi. Alloh taolo o'sha yillarda bu go'zal oilaga o'g'il farzand ato qildi. Baxtiyor ota-ona Rasululloh o'g'il bolalar uchun Abdulloh ismini yaxshi ko'radilar deb farzandlariga Abdulloh deb ism qo'yishdi.
Afsuski, Madinada Abdulloh 9 yoshligida uning yuzini xo'roz cho'qib oldi. Shundan keyin u og'ir kasal bo'lib vafot etdi. Usmon roziyallohu anhu Habaristondan Madinaga ko'chib o'tib, Masjid-i Nabaviyni qurilishida qatnashdi. Madinaga tezda moslashib, tijoratini davom ettirdi. Madina davrining ana shu ilk kunlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga rahbarlik qilib turib bir narsani payqadilar. Madinada musulmonlar ichimlik suvdek muhim ehtiyojda ham yahudiylarga qaram ekan. Madinada ichimlik suvi olinadigan quduqlar sanoqli bo'lib, hammasi yahudiylarga tegishli edi. Ular bu quduqlarni xohlaganda ochishib, xohlagan narxga sotishardi. Payg'ambarimiz bu ahvoldan kelib chiqib, bir kuni masjidda kim jannat evaziga xurmo qudug'ini sotib oladi, dedilar. Usmon roziyallohu anhu mohir tijoratchi edi. Tijoratchi bo'lganda ham aqlli, musulmon tijoratchi edi. Aqlli tijoratchi deb kimga aytiladi? Mo'l daromad, haqiqiy, doimiy foyda bor joyda kerakli qadamni tashlagan odam. Jasoratli bo'lib, mo'ljalni to'g'ri olib, imkoniyatni o'z o'rnida ishlata oladigan odam. Qisqa va oz narsani ortidan chopmaydigan, uzun va katta ishlar ortida turadigan odam aqlli tijoratchi bo'ladi. Rasululloh nima dedilar? Jannat evaziga bir quduq dedilar. Aqlli tijoratchi bunday fursatni qo'ldan boy beradimi? Hazrati Usmon roziyallohu anhu bunday fursatni qo'ldan bermaslik uchun tez-tez qadam tashlab, Masjid-i Nabaviydan 3-4 chaqirim narida joylashgan Urmo qudug'iga yetib bordi. Quduq egasi bo'lmish Yahudiy Urmo G'iforiyni qidirib topib, quduqni sotib olmoqchi ekanini aytdi. Shu quduqni menga sotasanmi? Ha, sotaman, dedi Yahudiy. Qanchaga? 50 ming dirham, dedi u. So'ralgan miqdor juda katta edi. Aslida 100 ming dirham deyilgan taqdirda ham Hazrati Usmon uni sotib olishi aniq edi. Lekin aqlli, musulmon tijoratchi bizga yana bir haqiqatni ko'rsatib qo'ydi. Usmon hayajonlanib, molini birdaniga isrof qilmadi. Hayajonlanib, dushmanga buncha pulni birdaniga berib qo'ymadi. Bunday qilish orqali ham aslida musulmonlarga shuni o'rgatdi. Ey musulmon birodar, qilayotgan ishing islomga xizmat bo'lsa-da, qilayotgan ishing seni aniq jannatga olib kirsa-da, shu ishda ham isrof qilishga haqqing yo'q. Chunki qo'lingdagi mol seniki emas, Allohnikidir, musulmonlarnikidir. Usmon nima qildi? Qarasa, Yahudiy quduqni narxini ataylab katta aytib, keragidan kattaroq pul so'rayapti. U Yahudiyga shunday dedi: "Menga qara, qudug'ingni menga to'liq sotma. Ikkovimiz undan sherikchilikda foydalanaylik. Bir kun sen foydalangin, bir kun men." Yahudiy bu taklifga rozi bo'ldi. Qarasa, ham quduq o'zida qoladi, ham pulini oladi. Yana foydalanganlardan ham pul oladi. Shundan keyin quduqdan foydalanish uchun narxini savdolashdi. Yahudiy 25 ming so'radi. Usmon 8 ming dedi. U 20 mingga tushdi. Usmon 10 mingga chiqardi. Nihoyat 12 ming dirhamga kelishildi. Usmon quduqdan foydalanish huquqini sotib olib, masjidga yugurdi. To'g'ri borib shunday dedi: "Ey musulmonlar, men Rumo qudug'idan foydalanish huquqini teng sherikchilikka sotib oldim. Endi quduq bir kun bizda, bir kun Yahudiyda bo'ladi. Endi quduqdan foydalanish haqqi bizda bo'lgan kuni borib 2 kunlik suvlaringizni olinglar. Ertasi kuni borib pul berib suv sotib olmanglar." Musulmonlar orasida haqiqiy hamjihatlik bor edi. Aytilganidek qilishdi. Quduqdan foydalanish navbati kelganda hamma musulmonlar borib yetarlicha suv olishdi. Ertasi kuni Yahudiy quduq tepasida suv sotish uchun kutib turdi, lekin hech kim kelmadi. Oradan bir necha kun o'tgach, Yahudiy Usmonni oldiga kelib, quduqning 2-chi kun foydalanish haqqini ham sotmoqchi ekanini aytdi. Usmon, "Mayli, olaman", dedi. Yana savdolashib, 2-chi kun ham foydalanish huquqi 8 ming dirhamga sotildi. Shunday qilib Yahudiy 50 ming dirhamga sotmoqchi bo'lgan quduqni Hazrati Usmon 20 ming dirhamga sotib oldi. Payg'ambarimiz bu tijoratni eshitib, bu ishni Usmon qilganiga bir suyunsalar, bu qadar aqlli ish yuritib, shu narxga sotib olganidan 10 suyundilar. Usmon roziyallohu anhuning haqqiga duolar qildilar. Usmonning hayotida sodir bo'lgan eng muhim hodisalardan biri mashaqqatli yurish hisoblangan Tabuk g'azoti bo'ldi. Hijratning 9-yilida payg'ambarimiz Vizantiyaga qarshi yurish uchun tayyorgarlik boshladilar. Aslida bu yurish iymon bilan nifoq orasini butkul ajratish imtihoni edi.
Tayyorlangan qo'shin 30 ming kishidan iborat bo'lgani uchun payg'ambarimiz umrlari davomida kamdan kam qilgan ishni qilmoqchi. Odamlardan bu yurish uchun infoq qilishini so'ramoqchi edilar. Imkoni borlar baholi qudrat yordam berib bo'lishgan edi. Lekin payg'ambarimiz xususan hali qalbida nifoq bor bo'lgan ba'zilar ham bersa, shu illat tuzalib, isloh bo'lishi umidida odamlarni qo'shin uchun moddiy yordam berishga targ'ib qildilar. Chunki nifoq kasalining dorisi infoq edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarda turib, kim jannat evaziga shu qo'shinni qurollantiradi dedilar. Ammo hech kim indamadi. Shunda Hazrati Usmon payg'ambarning murojaatini yerda qoldirmaslik uchun: "Ey Allohning rasuli, Alloh yo'lida 100 ta tuyani egar jabdug'i bilan zimmamga olaman" dedi. Payg'ambarimiz uning haqqiga duo qildilar, lekin yana so'rashda davom etdilar. Yana hech kimdan sas-sado chiqmadi. Yana Usmon javob berdi: "Yana 100 ta tuya mendan." Payg'ambarimiz uni yana duo qilib, yana so'radilar. Usmon yana 100 ta tuya qo'shishini aytdi. Payg'ambarimiz Usmonning bu infoqidan shu qadar mamnun bo'ldilarki, ko'zlarida yosh bilan qo'llarini duoga ochib duo qildilar. Allohim, Usmonni gunohlarini kechirgin. Allohim, Usmonning avvalgi-yu keyingi barcha xatolarini avf qilgin. Shundan so'ng butun ummatni yodida qolgan Hazrati Usmonning zehniga muhrlanib qolgan so'zlarni aytdilar. Bundan keyin Usmon nima qilsa ham unga zarar qilmaydi. Nima uchun u zot bunday dedilar? Chunki infoq inson qilgan xatolarining kafforatidir. Usmon esa shu qadar katta infoq qilgan ediki, umrining oxirigacha qiladigan barcha xatolarining kafforati ado bo'lgan edi. O'lgan odamni ortidan gunohlariga kafforat bo'lsin deb sadaqa qilinsa, Usmon roziyallohu anhu go'yo o'z sadaqasini o'z qo'llari bilan berib qo'ygan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha kundan keyin ham insonlarni shunday xayr-ehsonga targ'ib qilib bordilar. Usmon aqlli, musulmon tijoratchi sifatida qo'lida nima bo'lsa, hamyoniga solib payg'ambarimizning huzurlariga olib kelib qo'yaverdi. Rasululloh hamyonni hovchilab bo'shatib, Usmonning haqqiga duoi xayrlar qilaverdilar. Usmon bu berganlardan tashqari oldinroq 950 bosh tuya, 50 bosh ot va shunga yarasha qurol-yarog' ham bergan edi. U qilgan ehsonlar 30 ming kishilik islom lashkarining 3dan 1, ya'ni 10 ming kishini to'liq ta'minlashga yetdi. Shundan keyin Jayshul Usro, qiyinchilik lashkari degan nom Jayshul Usmon, Usmonning qo'shini deb o'zgartirildi. Usmon roziyallohu anhuning tijorati haqida. Bu tijoratdan kelgan foydalar Alloh yo'lida infoq qilingani haqida so'z ochilsa, osonlikcha tugamaydi. Shuning uchun yana bir hodisani taqdim qilib, Tolha roziyallohu anhuga o'tsak. Usmon roziyallohu anhuning hayotidan sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan hodisamiz Abu Bakr roziyallohu anhuning davrida sodir bo'lgan. O'sha vaqtlar islom qo'shinlari bir vaqtni o'zida 14 joyda jang qilishga majbur bo'lib qolgan. Madinada esa qattiq ocharchilik boshlangan edi. Odamlar yeyishga narsa topa olmay qolishgan. Kundalik yegulik ham topilmay qolgan payt edi. Ana shunday kunlarda Madinaga Hazrati Usmonning 1000 tuyalik karvoni kelishi kutilayotgan edi. Bu karvon oziq-ovqatlar bilan to'la bo'lib, Damashqdan olib kelib, Madina bozorida sotiladigan mollar edi. Shu yerda bir narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Biz keltirayotgan bu hodisa Hijratning 12-yili boshlarida bo'lib o'tgan. Tabuk g'azoti esa Hijratning 9-yili oxirlarida bo'lgan. Hazrati Usmon bu g'azotda qanday infoq qilganini yuqorida ko'rdik. Ammo bu qanday tijoratki, mol-mulkining deyarli barchasini infoq qilib yuborgan bo'lsa ham, oradan 2 yil o'tar o'tmas yana 1000 tuyalik katta karvonni Madinaga keltiradigan darajada sarmoyaga ega bo'ldi. Qanday bo'lgani ma'lum. Axir Alloh taolo biriga 700 berishini va'da qilmaganmi? Usmon ham bergani sari barakaga to'lib borar, bergani sari ortib borardi. Nihoyat o'sha 1000 tuyalik katta karvon Madinaga kirib keldi. Xalqda xursandchilik, tijoratchilarda hayajon paydo bo'ldi. Tijoratchilar Usmonni eshigi oldida undan mol olish uchun navbatda turib, Usmon bilan savdolashmoqchi bo'lishdi. Usmon, Damashqdan qancha olgan bo'lsang, shundan 10% qimmatga sot. 10 dirhamga olganingni 11 dirhamga bizga sot. Usmon ularga qarata, sizlardan ko'proq beradigan bor-ku. Nega sizga sotaman? dedi. Buni eshitgan tijoratchilar ustiga 20% qo'shib sotishni so'rashdi. Usmon esa yana sizlardan ko'proq beradigan bor, dedi.
Usmon shunday degani sari tijoratchilar qiymatni oshiraverishdi. Oxiri 70% ga, ya'ni 10 dirhamga olingan molni 17 dirhamga sotishni so'rashdi. Usmon esa sizlardan ko'proq beradigan bor, deb turib oldi. Oxiri tijoratchilarning jahli chiqdi. Hoy Usmon, sen fursatdan foydalanib narxni ko'taryapsanmi? Madinada molingni bundan qimmatga oladigan odam yo'q-ku. Hozir borib xalifa Abu Bakrga shikoyat qilamiz, deyishdi. Usmon hech narsa demadi. Tijoratchilar borib bo'lib o'tgan hodisani Abu Bakrga aytishdi. Usmonning ustidan shikoyat qilishdi. Abu Bakr Usmonni yaxshi bilgani uchun, Usmon hech qachon xalqning qiynalib turganidan foydalanmasligini yaxshi bilgani uchun buning bir hikmati borligini taxmin qildi. Umarni yoniga olib Usmonni uyiga keldi. Tijoratchilar aytgan gapni aytdi. Usmon: "Ey Rasulullohning xalifasi, men tijoratchilar aytgandan ham ko'p beradigan tijorat topdim. Nega shuni qilmayin?" dedi. Abu Bakr qiziqib hammadan ko'p beradigan o'sha tijoratchi kimligini so'radi. Usmon: "Alloh", dedi. So'ng qo'shimcha qilib, bunday ocharchilik kunlarida Madina xalqi mashaqqat chekayotgan paytda qanday qilib bunga tomoshabin bo'lishim mumkin, ey Abu Bakr? Sen ham, barcha mo'minlar ham guvoh bo'linglarki, men mana shu 1000 tuyani va ularga ortilgan barcha mol-mulkni Madina xalqiga infoq qildim, dedi. Buni eshitganlar ko'z yoshlarini tiyib tura olmadilar. Usmonning saxovatini yana bir bor e'tirof qildilar. Bu hodisani bizga naql qilib bergan Ibn Abbos shunday bir nuqtani ham aytadilar. Usmon ana shunday juda katta infoq qilgan kuni kechasi tushimda Rasulullohni ko'rdim. U zot ola tuyaning ustida ekanlar. Egnalarida nurdan bo'lgan libos, oyoqlarida nurdan oyoq kiyim, qo'llarida nurdan hassa bor edi. Qayergadir juda shoshayotgandilar. Ey Allohning rasuli, sizni, suhbatingizni juda sog'indim. Biroz shoshmasangiz siz bilan suhbatlashsam. Qayerga shoshib ketyapsiz, dedim. U zot shunday dedilar. Ibn Abbos: Usmon juda katta sadaqa qildi. Alloh uning bu sadaqasini qabul qilib, uni jannatda uylantirdi. Biz ham to'yga chaqirildik. Men hozir o'sha yerga ketyapman. Mana Usmonning martabasi. Haqiqiy musulmon tijoratchi ana shunday bo'ladi. Ana shunday namuna inson bo'ladi. Bu hikoyalardan Usmon haqida ko'p narsani o'rganamiz. Xususan musulmon tijoratchi qanday bo'lishini o'rganamiz. Xo'sh, Usmon bizga bu borada nimalarni o'rgatdi? Birinchi, evaziga jannat bor degan so'zni eshitgan zahoting qo'lingni cho'ntagingga sol. Musulmon tijoratchi ana shunday bo'ladi. Ikkinchi, qilgan ishing islomiy xizmat, xayrli ish, maqtalgan amal bo'lsa ham aslo isrof qilma. Musulmon tijoratchi shunday bo'ladi. Uchinchi, Alloh belgilagan chegaralarga, Alloh belgilagan haq-huquqlarga rioya qil. Musulmon tijoratchi shunday bo'ladi. To'rtinchi, sadaqangni, ihsoningni, infoqingni merosxo'rlaringga qoldirmay, o'z qo'llaring bilan ber. Musulmon tijoratchi shunday bo'ladi. Beshinchi, qisqa ishlarni reja qilma. Ular bir pasda tugab qoladi. Ortiqcha andisha qilib, qo'rqoq qadam tashlaydiganlardan bo'lma. Balki dadil bo'l, tavakkul qil. Musulmon tijoratchi shunday bo'ladi. Musulmon tijoratchi shunday bo'ladi.